Assalomu alaykum. Bugungi mavzumiz kasr ratsional, trigonometrik va irratsional ifodalarning integrallash. 11-mavzumiz demak kasr ratsional, trigonometrik va irratsional ifodalarni integrallash. Demak kasr ratsionallarni integrallash, ba'zi irratsional ifodalarni integrallash hamda trigonometrik ifodalarni integrallash elementar funksiyalar orqali integrallanmaydigan funksiyalarni integrallashimiz. Birinchisi ketma-ket o'tamiz. Demak kasr ratsional funksiyani integrallash. Ratsional funksiyalarni umumiy ko'rinishda quyidagicha yozishimiz mumkin. Ya'ni katta fx barobar px taqsim qx. Bu yerda px va qxlar demak ko'p xatlar. Pximiz m'inchi tartibli hamda qximiz n'inchi tartibli ko'p xatlar bo'lsin. Agarda m kichik n bo'lsa, f to'g'ri kasr, aks holda noto'g'ri kasr deyiladi. Ya'ni m'ning tartibi n'dan kichik bo'ladigan bo'lsa, pxning tartibi qxdan kichik bo'lsa to'g'ri. Agarda pxning tartibi qxdan kichik bo'lsa, u holda noto'g'ri kasr bo'ladi. Birinchi mana quyidagi integralni qaraymiz. Bu ham demak 1 ni ko'p xat deb qarashimiz mumkin. Kx plus 1 bu birinchi tartibli ko'p xat. Birimiz 0-chi tartibli ko'p xat. Bu ko'rinishdagi integralni t barobar kx plus b almashtirish, bajarish yordamida integral jadvaliga keltiramiz. Bu holda demak ya'ni bu 1 taqsim k natural logaritm kx plus b ga teng bo'ladi. Ikkinchi integralimiz 1 taqsim kx plus b ning n'inchi tartibli, n'inchi darajasi. Birimiz bu yerda 0-chi tartibli ko'p xat, kx plus b'miz n'inchi tartibli ko'p xat. N 1 dan katta bo'lganda, n demak butun son. Biza t barobar kx plus b almashtirish yordamida jadvaldagi integralga keltiramiz. Uchinchi demak quyidagi integralni hisoblashni ko'raylik. Bu integral mx plus n, ya'ni birinchi tartibli ko'p xat, maxraji ax kvadrat plus bx plus c, demak ikkinchi tartibli ko'p xat. Demak maxrajdagi 3 xatni almashtirish yordamida quyidagi ko'rinishga keltirish mumkin. Ya'ni suratida mx plus n taqsim ex kvadrat plus f. Buni demak ikkita integral ko'rinishga olib kelishimiz mumkin bo'ladi. M integral demak x taqsim ex kvadrat plus f dx. Bu demak birinchi, ikkinchi integrallarimiz. Integralda quyidagida almashtirish bajaramiz. T barobar ex kvadrat plus f ko'rinishida. Ikkinchi integralda esa integralimizni quyidagicha hisoblashimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni integral x taqsim x kvadrat plus f dximiz barobar demak 1 taqsim 2e almashtirish bajargandan keyin 1 taqsim t dt ga keladi. Bu natural logaritmni ifodalaydi. Ya'ni 1 taqsim 2e ln t plus c barobar 1 taqsim 2e natural logaritm ex kvadrat plus f plus c ni. Ikkinchi integral esa ef musbat holini qaraymiz. Quyidagi jadvaldagi integralga keladi. Ya'ni 1 taqsim a kvadrat x kvadrat dx integral bu 1 taqsim a kvadrat arctangens x taqsim a plus c. Agarda ef manfiy bo'lsa,
Bu holda 1 taqsim x kvadrat minus a kvadrat dx barobar bu jadvalda bor edi. 1 taqsim 2a natural logaritm x minus a taqsim x plus a plus s ko'rinishidagi integralga keladi. To'rtinchisi, demak, kasr ratsional funksiyani sodda kasrlarga yoyish, ya'ni noma'lum koeffitsiyentlar usuli. Ratsional kasrning integrallarini hisoblashning yuqorida ko'rib chiqilgan usuli agar maxraj 2 dan kattaroq darajaga ega bo'lsa, umumlashtirilmaydi. Ya'ni bunda noma'lum koeffitsiyentlar usuli qo'llaniladi. Endi bu usul demak integralni oddiy kasrlar yig'indisi sifatida ko'rsatish bilan bog'liq. Buning uchun kasrning maxraji ko'paytuvchilarga ajratiladi. Maxrajning har bir turi qandaydir shaklning oddiy kasriga kengayishda mos keladi. Birinchi, maxraj n-ta chiziqli ko'paytuvchilardan iborat, uning har biriga quyidagi oddiy kasr mos keladi. Ya'ni 1 taqsim x minus a bu bitta demak ko'paytuvchisi bo'lishi mumkin. Ya'ni maxrajimiz qx bo'ladigan bo'lsa, barobar x minus x1 ko'paytirilgan x minus x2 va hokazo x minus xn, ya'ni px taqsim qx barobar a1 taqsim x minus x1 plus a2 taqsim x minus x2 plus va hokazo an taqsim x minus xn ko'rinishida ifodalashimiz mumkin. Ikkinchi, har bir x minus a ning n'inchi ko'rinishidagi ko'paytmasiga yoyilmada quyidagi yig'indi mos keladi. Agarda mana bu ko'rinishda bo'ladigan bo'lsa, 1 taqsim x minus a plus 1 taqsim a2 taqsim x minus a ning kvadrati plus va hokazo a ning n'inchisi taqsim x minus a ning n'inchisi. Agarda qximiz x minus a ning qancha darajasi bo'ladigan bo'lsa, quyidagi px taqsim qx ni quyidagicha ifodalashimiz mumkin. Uchinchisi, demak, har bir ajralmaydigan x kvadrat plus px plus q ko'rinishidagi ko'paytma yoyilmada quyidagi kasrga mos keladi. Ya'ni mx plus n taqsim x kvadrat plus px plus q ko'rinishidagi kasrga mos keladi. Ya'ni agarda qximiz ax kvadrat plus bx plus c ko'paytirilgan x plus d bo'ladigan bo'lsa, uni ikkita quyidagi kasr ko'rinishida ifodalashimiz mumkin bo'lar ekan. a1x plus a2 taqsim ax kvadrat plus bx plus c plus a3 taqsim x plus d ko'rinishida ifodalashimiz mumkin. To'rtinchisi, har bir x kvadrat plus px plus q ning qancha darajasi ko'rinishidagi ko'paytmaga yoyilmada quyidagi kata sodda kasr mos keladi. Ya'ni m1x plus m1x plus n1 taqsim x kvadrat plus px plus q, keyingisida uning kvadrati va hokazo qancha darajasi ko'rinishida n-ta ratsional kasr ko'rinishida ifodalashimiz mumkin bo'ladi. Agar qximiz barobar ax kvadrat plus bx plus c ning qancha darajasi ko'rinishida berilgan bo'lsa, uni demak quyidagi oddiy kasrlar ko'rinishida, ratsional kasrlar ko'rinishi yig'indisi ko'rinishida ifodalashimiz mumkin bo'ladi. Misol, quyidagi integralni hisoblang. Demak, suratida ikkinchi darajali ko'pxat, maxrajida 3-darajali ko'pxat.
yechilishi. Demak, yuqorisini ko'rib olinglar. X kvadrat minus 2x plus 2 mahraji x minus 2 x plus 4. Buni boyaga aytganimizdek, yuqorida aytganimizdek, a1 taqsim x plus a2 taqsim x minus 2 plus a3 taqsim x plus 4 ko'rinishida ifodalashimiz mumkin, sodda kasrlar ko'rinishida. Endi buni umumiy mahraj tayyorlaymiz. Ya'ni a1 ga ko'paytiramiz x minus 2 ko'paytirilgan x plus 4 ni, a2 ga ko'paytiramiz x ko'paytirilgan x plus 4 ni, a3 ga ko'paytiramiz x ko'paytirilgan x minus 2 ni. Shunda yuqorini ko'paytirib soddalashtiramiz, qovuslarni ochib chiqamiz. Keyin x kvadratning oldidagi koeffitsiyentga 1 ni tenglaymiz. X ning oldidagi koeffitsiyentga minus 2 ni tenglaymiz. Hamda qolgan, demak, ozod hadga 2 ni tenglab, a1, a2, a3 koeffitsiyentlarini aniqlaymiz. Bundan demak kelib chiqadiki, soddaroq aytganda x barobar 0 da a1imiz barobar minus 1 taqsim 4, x barobar 2 da a2imiz barobar 1 taqsim 6. Endi x barobar minus 4 da a3 barobar 13 taqsim 12 ekanligi kelib chiqdi. a1, a2 hamda a3 qiymatlarini boyagi sodda kasrlarning suratlariga qo'yib integralni hisoblaymiz. Bu holda jadvaldagi integrallarga kelib qolamiz. Ya'ni 1 taqsim x ning integrali ln x, 1 taqsim x minus 2 ning integrali ham ln x minus 2 ga teng. 1 taqsim x plus 4 ning integrali ham ln x plus 4 ga teng. Endi integrallashni xossalaridan, demak, minus 1 taqsim 4 ni x ning darajasiga, 1 taqsim 6 ni ham x minus 2 ning darajasiga chiqarishimiz mumkin. 13 taqsim 12 ni ham x plus 4 ning darajasiga chiqarish mumkin. Hamda logaritmning xossalaridan foydalanishimiz ham mumkin. Ba'zi irratsional ifodalarni integrallash, bular quyidagilar. Ya'ni rx ilzosti n ilzosti x ko'rinishidagi integrallar berilgan bo'lsa, unda quyidagi o'zgaruvchilarni kiritamiz. Ya'ni t barobar ilzosti n ilzosti x ni t bilan belgilab olamiz. Hamda demak integrallash amallarini bajaramiz. Ikkinchisi, agarda ilzostida x n'inchi darajali ilzostida ax plus b taqsim cx d ko'rinishidagi ifodalar bo'ladigan bo'lsa, u holda quyidagi almashtirish bajaramiz. Ya'ni t barobar n'inchi darajali ilzostida ax plus b taqsim cx plus d ko'rinishidagi almashtirish bajariladi. Demak, bu yerda demak n'inchi darajaga ikkita tomoni oshirilib yuboriladi. Hamda x ni topamiz. X ning differensialini hisoblab, integral ostidagi nimaga olib borib qo'yamiz. Uchinchisida, demak, integrallarni hisoblash, mana bu ko'rinishdagi integrallar berilgan bo'lsa, ya'ni ax plus b taqsim ilzostida ax kvadrat plus bx plus c ko'rinishidagi integral. Bunda demak mana bu qoida bo'yicha mx plus n ilzostida ex kvadrat plus f dx buni ikkita integralga ajratib olardik.
bu integralimiz boyagi integrallash jadvalidagi formulalarga to'g'ri keladi. Ya'ni keyingisi endi trigonometrik ifodalarni integrallash quyidagi almashtirishlar yordamida bajariladi. Ya'ni integral ostidagi funksiyalarning ichida sinus x, kosinus x lar qatnashgan bo'lsa, biz quyidagi almashtirishlarni bajaramiz. Ya'ni t barobar tangens x taqsim 2 ko'rinishda almashtirish bajaramiz. U holda integral ostidagi funksiyamiz integrallash jadvalidagi funksiyalarga keladi. Ya'ni x barobar 2 arctangens t differensial oladigan bo'lsak, bu 2 taqsim 1 plus t kvadrat dx. Shuning uchun bu sinus x'imiz barobar 2 tangens x taqsim 2 1 plus tangens kvadrat x taqsim 2 ga teng bo'ladi. Bu 2t taqsim 1 plus t kvadratni. Kosinus x'imiz esa 1 minus tangens kvadrat x taqsim 2 taqsim 1 plus tangens kvadrat x taqsim 2, ya'ni bu 1 minus t kvadrat taqsim 1 plus t kvadratni ifodalab beradi. Misol, mana sinus qatnashgan tangens x taqsim 2 ni t bilan belgilab oladigan bo'lsak, ya'ni t barobar kosinus x almashtirish bajarib olsak, agar mana shunaqa sinus kosinus funksiyalarimiz qatnashgan bo'lsa, integralda quyidagi almashtirish bajariladi. T barobar kosinus x. R sinus x kosinus x barobar R minus sinus minus R sinus minus kosinus bo'lgan holda integralda quyidagi almashtirishlar bajariladi. Ya'ni t barobar sinus x ko'rinishda almashtirishlar bajariladi. Demak, integrallanmaydigan ifodalar quyidagilardan iborat. Bularni demak adabiyotlarda berilgan, adabiyotlardan o'qib ko'rishlaringiz mumkin. Bularni demak analitik usulda ishlashning iloji yo'q, lekin integrallarni hisoblashning taqribiy usullari bor. O'shalardan foydalanib bu integrallarni ham hisoblash mumkin bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.